Siz bankka pul qo'ymoqchimisiz? Omonatlar uchun yillik foiz stavkasi qaysi bankda balandroq ekanligini bilmoqchimisiz? Eslatib o'taman, agar siz chet elda bo'lsangiz ham bemalol banklarga pul qo'yishingiz mumkin. Buni imkoniyatlari bor. Hozir buni ham batafsil tushuntiraman. Shunday ekan, yaqinroq, yaqinlashib, chiroyli joylashib olasiz. Men esa sizlarga videoni tushuntirishni, mavzuni tushuntirishni boshladim. Assalomu alaykum, siz Elyor Studio YouTube kanalidasiz va qarshingizda Elyor Ishto'xtarov. Demak, internetni kovlab eng yuqori 2025-yildagi davlat banklarining eng yuqori stavkasida Agrobank turibdi. Ya'ni siz omonat qo'ymoqchi bo'lsangiz, tavsiya etaman. Bu reklama emas, prosta eng balandini qidirdim va bunda Agrobank g'olib bo'ldi. Agrobankda yillik foiz stavkasi 23% ni tashkil etadi. Ya'ni oddiygina va osongina qilib tushuntiraman. Agar sizda 100 million pul bo'lsa, misol uchun aytayapmiz, misol uchun 100 million pul bo'lsa va buni sandiq degan tarifi bor. O'sha Agrobankda sandiq, jamg'arma sandig'i, o'sha pulingizni o'sha joyga qo'yib, bankka qo'yib jamg'arsangiz va necha pul bo'lishi. Bunda eng kam muddati, ya'ni o'sha muddati 18 oy. 18 oydan kam bo'lmagan vaqtga pulni qo'yasiz va bunda 18 oy davomida siz yana ham pul qo'shishingiz mumkin. 18 oy davomida pul qo'shishingiz, pul olishingiz mumkin. Buni onlayn ham qilishingiz mumkin, naqd pulda ham amalga oshirishingiz mumkin. Boya aytganimdek, chet elda turib ham bundan foydalanishingiz mumkin deganim, ya'ni siz programma orqali Agrobankning o'zini rasmiy o'sha prilojeniyasi orqali bemalol mana shu amaliyotni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz 100 million pulni qo'ysangiz, misol uchun aytayapman, 100 million pul hozir mana to'g'rilaymiz. Xo'p, bunda sizda aytayapti 18 oyga qo'yilganda, mana eng nimasi yuqori oyga 18 oyga qo'yilganda 34 million 629 ming 115 so'm pul bo'lar ekan. Ya'ni 23% yillik stavkasi bilan. Va bunda sizga oyma-oy 1 million 955 ming so'm 378 so'mdan sizga oyma-oy foizi tushib turadi. Agar siz onlayn qo'ysangiz, kartangizga tushib turadi. Agar siz naqd pulda qo'ysangiz, o'sha eng yaqin Agrobankka borib naqd pulda qo'yasiz va o'sha bankdan naqd pulda foiz stavkasini ham olishingiz mumkin. Yana uni olib turib qo'yishingiz ham mumkin. Qo'shib borishingiz mumkin, ya'ni. Va bunda yechib olishingiz ham mumkin. Va yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Xuddi mana shunday shartlar bilan Aloqa bankda ham bor, Zumrad ilovasi bilan amalga oshiriladi bunda. Bunda ham xuddi shunday. Agar siz onlayn qo'ysangiz 22%, hozirgi kunda 22% qo'yiladi va bunda e'tibor qiling. 50 ming, 100 million qo'ygansiz 50 ming qoldirib qolganini yechib olsangiz bo'ladi. Ya'ni odatda banklarda shunday shartnoma bo'ladi. Shartnomada, ya'ni hozir bunda unday emas. Hozir men aytayotganim sandiqda unday emas. Hamma shartlari bor, turlari bor, o'sha tariflari bor. O'sha tariflarda shartlar har xil. Ya'ni 6 oylik bor. 6 oydan oldin olsangiz, sizga berilgan o'sha pullar kuyadi. Ya'ni o'sha umumiy puldan olib qoladi ular foizini. Shartnomani buzganingiz uchun. 18 oyga qo'ydingizmi, 18 oy davomida pulni olmaysiz va olib qo'ysangiz ham 50 ming qolsa bo'ldi. 50 ming qolsa shu ichkarida saqlanib qoladi va bu Zumrad ilovasidagi nimani aytayapman? Aloqa bankdagini aytayapman. Bu Agrobankdagi emas. Xuddi shunday, mana shunday foydalanish mumkin. Hozirgi kunda kuyadi, bu degan gaplar yo'q. Hammasi Markaziy bank tomonidan patentlangan. Shuning uchun bemalol banklardan foydalanishingiz mumkin. Va istasangiz bundan keyingi mavzu boyagi xususiy banklar haqida ham qilib boraman. Xususiy banklarda eslatib o'taman, xususiy banklarda foiz stavkasi 27% gacha ko'tarilib borgan. Bular masalan oddiy yana bitta narsa, bular pulni qayerdan oladi va nimani evaziga banklar nima deydi? O'zini o'zi boqadi, masalan. O'zini o'zi ta'minlaydi va bunda
Markaziy bankdan, hamma bank Markaziy bankdan pul oladi va ular 12%, 11% evaziga oladi, yillik foiz stavkasi. Va bunda keyin bizdagi banklar 30% dan kredit tarqatadi. Va pul aylanmalarida ham foizlar oladi. Shuni evaziga bank o'zini o'zi ta'minlaydi va Markaziy bankdan olgan pullarni qaytarib beradi. Shu tariqa siz ham agar bemalol pul qo'ymoqchi bo'lsangiz, bemalol ishlatishingiz mumkin. Va yana bir narsani aytib o'tib ketaman. 100 million pulni qo'ysangiz, 34 million pul sizga foiz tug'adi va bu 18 oy davomida. Yana bir narsaga e'tibor qiling, 100 million pulni bankka qo'yadiganlar, bular o'sha 100 million puli bo'lib turib, qandaydir bir hech qanday nimasi hozircha boyagi biznesga ura olmayapti yoki biznes qilmoqchi, lekin o'zi chet elda pul turibdi. Yaxlab qolmasligi uchun, o'zini holatini, qiymatini yo'qotmasligi uchun o'shani bankka qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'niki aytmoqchi bo'lganim, agar kimlardir biznesmenlar bor, 100 millionni 34 millionga bir kunda yoki bir oyda ko'paytirish mumkin. Va bu hech qanday pulingiz yotgan bo'lsa, mana shunday vaziyatlarda ish qila olmasangiz, qandaydir bir ishga pulingizni sarflay olmasangiz, mana shunda oyma-oy 2 milliondan pastida 1 million 955 ming so'mdan sizni kartangizga yoki bankka borib naqd pulda olib turishingiz mumkin. Bizda hozircha mana shu ma'lumotlar va bundan keyin kommentariyaga yozing. Qanaqa mavzuda nima video bo'lishini xohlasangiz, nimani tushunmayotgan bo'lsangiz, tushuntirib o'taman. Yana bir narsani aytib o'taman, tomoshabin, e'tibor qiling, foiz stavkasini qanday hisoblaysiz? Masalan, siz ham hisoblashingiz mumkin. Hozir men bitta tarifi haqida aytdim, ya'ni 23% lik sandiq tarifi haqida aytdim va Aloqa bankda 22% dedim. Agar kamroq muddatga qo'ysangiz, foiz stavkasi kamroq bo'ladi. 15%, 18% misol uchun. Mana shunday vaziyatda siz kalkulyatorga kirasiz va sizda 100 million pul. Bu misol uchun aytaman, kimdadir 10 million, kimdadir 20 million bemalol qo'yishlari mumkin. Bemalol. Va 100 millionni yozamiz. 100 million bo'lingan 100 bu foizni chiqarish usuli. Bo'lingan 100 ko'paytirilgan foiz. Necha foiz? 18% ga qo'yapsiz. Masalan, 6 oyga yoki 1 yilga 13 oyga qo'yapsiz. 18% ga ko'paytirasiz. Bo'lasiz 12 oyga. Va bizda 1,5 million so'm paydo bo'ldi. E'tibor qiling, har vaqt men boshida o'sha mana shu mavzu haqida o'ylagan paytim 1 yilda 10 oyga bo'lganman-da. 10 oyda mana shu 100 million 22% bo'lsa yoki 23% bo'lsa 2 million 300 dan to'laydi 1 yil davomida deb o'ylagandim. Va bu 12 oyga, ya'ni 1 yillikka 12 oyga bo'linganligi uchun 1 million 955 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Xuddi shunday 18% ga ham 1,5 million so'mdan pul olishingiz mumkin bo'ladi oyma-oy. Va mana shu video ham sizga menimcha tavsiya ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu oddiygina matematika, prosta foiz chiqarish va banklarda mana shu narsani bormasdan turib internetdan qarab bilib olishingiz mumkin. Mana shunday foydali mavzularni, videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va kommentariy haqida gapirishim kerak. Bu kommentariyaga bank haqida fikringiz bo'lsa yozing. Banklar haqidagi nimadir olgan bo'lsangiz yozing. Bu hech qanday ma'ruza emas, diniy ma'ruza emas aziz do'stlar. Va siz bundan oldingi videolarimda bu ribo emasmi, bu boshqacha emasmi, bu mavzularni siz masjidga borib so'rasangiz, imomingiz tushuntirib beradi. Ya'ni bu bank haqidagi videoni ko'rib turib bu narsani yozishingiz menimcha bu noto'g'ri. Bu bank haqida kimdir nimadir bilmoqchi bo'lsa, aynan shu haqida video bo'ldi. Siz bilan Elyor Eshto'xtarov bo'ldi. Siz esa Elyor Studio YouTube kanalida bo'ldingiz. Bizdan uzoqlashmang. Bundan keyingi videomiz bundan da sizga foydali va bundan da qiziq bo'ladigan umiddaman. O'zingizga ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.